Malika, uni ichmang. Sho'rva zaharlangan. Miyo, Malikani zaharlamoqchi bo'ldi. Malika, iltimos tinchlaning. Agar zaharni chindan ham men qo'shganimda, nega uni to'kib yubordim? Ammo bu sho'rvani Malikani o'zi tayyorladi. Unga qo'limni ham tekkizmadim. U rost gapiryapti, men bunga guvohman. Men ham guvohlik beraman. Malikaga bema'ni gaplarni gapirma. Nega chiqmaysan? Albatta, kitobdagi voqealarni o'zgartirish oson emas. Jiner, qachongacha uni yashirasan? Malikam, kelinim sizni doim maqtaganim uchun hasad qilsa kerak. Jiner, bu haqda o'ylab ko'rsang bo'ladi. Soqchilar, bu ayolni sudrab chiqib, tayoq bilan urib o'ldiringlar. Malika, bu cho'lmovchilik bo'lsa kerak. Aka, Malikani zaharlash og'ir jinoyat, butun oila qatl qilinadi. Agar ishonmasangiz o'zingiz. Ovozingni o'chir. Shahzoda Cheng, bilaman, siz bu ayolni juda yaxshi ko'rasiz. Agar uni bugun jazolamasak, qirollik oilasiga nima deysiz? O'g'lim, oilamiz katta yutuqlarga erishgandan keyin bu ayol uchun hammasini qurbon qila olasanmi? Iltimos, shahzoda, yana o'ylab ko'ring. Lekin men chindan ham zaharlamadim. Buni Chao xola qildi. Menga ishoning, iltimos. Rost aytyapman, ishoning. Siz Shahzoda Cheng haqiqatan ham qiziqayotgandirsiz. Jur'at qila olmayman. Iltimos Malika, men uchun bu narsani saqlab qoling. Agar adashsam o'ldirasiz. Azizim. Muronjina, bu meni sen bilan so'nggi sahnam. Shaojin kelganda men seni bu ishing uchun pushaymon qildiraman. Shahzoda Cheng uchun bugun sizni ayayman. Ammo jinoyatchi qochib qutula olmaydi. Soqchilar, ichkariga kiring. Muronjina, hech kim meni jarohatlashiga yo'l qo'ymayman degandingiz esingizdami? Xavotir olma. Bundan buyon men shu yerda ekanman. Hech kim ozor berishiga yo'l qo'yib bermayman. Miyo. Meni kechir. Qani boshlanglar. Muronjina, barcha gaplaringiz yolg'onmidi? Meni aldadingizmi? Menga hech qachon yomonlik qilmagandingiz. Siz uchun homilador bo'ldim. Siz uchun chekkan barcha azoblarim behudamidi? Siz meni beparvo bo'lgan deb o'ylaysiz. Yaramas 200lamachi. Aftidan u juda jasur va ko'p gapiryapti. Murongvani, barchasini siz uyushtirgansiz. Agarda Hazrat oliylari buni bilsa, sizlarni tinch qo'ymaydi. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Hazrat oliylari seni himoya qiladi deb o'ylayapsanmi? Axir Malikaning bolasi. U tirik qolmaydi. Bo'ldi, yetarli. Oliy janoblari kelmoqda. Miyo. Nihoyat.